Assalomu alaykum aziz obunachilar. Ana 29-noyabr 2025-yil. Sergeli mashina bozoriga kelganmiz akalar. Bozorimiz sekin to'lmoqda. Hali yana kirish kerak bo'lgan mashinalar bir qator bo'lib turibdi. O'rtada to'ladi, xudo xohlasa ertaga ham bu yoqda to'ladi. Biz mana olamiz, sotamiz 770 asoschisi Abbos Kamollarga yonimiz. Xudo xohlasa Abbos Kametda zo'r mashinalar olib kirganman. Eski asatkalar qolmadi dedilar. Masalan, o'sha mashinalarning obzoriga ko'rishga sekin kelamiz. Aytganlarda mana hamma mashinalar yonib turibdi. Hammasi. Bozorda odam ko'p. Mana olamiz, sotamiz asoschisi Abbos ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi ko'rishmi ekan? Sog'liqlaringiz yaxshimi aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Mikrofonlarimiz ishlayaptimi? Mikrofonlar hamma ishlayapti aka. Tanishib olamiz aziz obunachilar, ko'rishib olamiz. Assalomu alaykum. Abbos Avto kanalida ashaddiy bizani kuzatib turgan aziz obunachilar. Siz bo'lmasizlar, salomatmisizlar? Sizlar mana yana chiroyli kunlarda kuz faslida ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun ham yana chiroyli videolarni olib, qo'ldan kelgancha sizlarning e'tiboringizda bo'lamiz. Musofirdek aka ukalarimiz, o'zimizga o'xshagan mashina qurish aka ukalarimiz dunyoni qaysi chetida qayerdan ko'rayotgan bo'lsanglar, joninglar sog' bo'lsin. Qanaqasiz Azamat? Yaxshi, rahmat. Aka telefonda aytdingiz, zo'r mashinalar olib keldim, birin-ketin obzorini qilaylik dedingiz. Qani o'sha zo'r mashinangiz bitta obzorini qilaylik aka? Bo'ldi, boshlaymiz obzorlarni. JK2lardan boshlaymiz. JK2miz ertalab baraka bo'ldi. 2019-yil Navorotli mashinamiz. 75 ming yurgan mashinamiz. Kraskalari toza edi. Bozoriga birinchi Gentra birinchi olganimda JK2dan boshlaganman. 5-6 yil bo'ldi shunga JK2dan boshlagan edim. Yaxshi rang. 11250 ga ertalab baraka bo'ldi shu mashinamiz. 11250 ga baraka qildingiz. Sherigi ham turibdi 2022-yil. Uni ham ko'rsatib turamiz. Men endi Abbosga qoralab qolib endi GK2ga o'tamiz ham aka. Ya endi assortiment bo'lish kerak. Endi oldin faqat o'zi qora sotardik biz. Oq kam bo'lardi. Endi assortimentga baribir talab bo'ladi. Konkurent bo'ladi. Kelgan klient misol faqat qora olmaydi-yu, yo faqat oq olmaydi. JK2 so'rab qoladi, yo mokriy so'raydi, o'sha stanoy bo'lsa, qora bo'lsa, oq bo'lsa, hammani o'zini rangiga qarab, puliga qarab, puli arzon bo'lsa olaveradi. Shuning uchun arzoni ham bor, qimmati ham bor. Assortiment ko'p mashinalarimiz. Xohlagan birini qilib beramiz qo'ldan kelgancha, chiroyli narxlarda. Siz Gulistonga bordingiz aka tumanlarda, qanaqa mashina oldingiz? Uni ko'rsatmadingiz aka? Xudo xohlasa Gulistonda biz okalarimiz, bizani kuzatib turgan okalarimiz bor ekan, Guliston, Sirdaryo, atush ko'rishar ekan, rahmat ko'rganingiz uchun. O'shalarning mashinasini olib keldik Gulistondan. Juda ham kelishdi o'zi qiynaldi. Bizda tumansi kechpayt Sirdaryo, Guliston tomonligi, mana shu Jizzax tomonligi chang shunaqa ko'tarilyapti. Mana butun O'zbekiston bo'yicha mana hozir havoni ko'rsangiz chang. Ilohim kecha mana jumalarda ham duolar qilishdi, jamoa bilan imomlar duo qilishdi. Ilohim duolarimiz ijobat bo'lib, tez orada yomg'irlar yog'ib, kasalxonada kasallar ko'payib ketdi-da. Yomg'ir yog'ib, fasl, hamma faslni o'zigacha, misol kuzligini qilsa, qishligini qilsa, 4 ta fasl bor. Bo'lsa yaxshi deb o'ylayman. Ilohim duolar ijobat bo'lsin. Hoji otalar bor, hoji onalar duo qilishadi ertalar. Vohlikdan masjidda tursangiz duolar qilishadi. Ilohim hammani duosi bilan o'zbek xalqining duolari bilan musulmonlar duolari bilan xalqimiz doim o'sha xursandchilik, yaxshi kunlar, yong'inlar, hosilchilik, mo'lchilik bo'lsin deyshadi o'zbeklar. Eski burungalar mo'l hosil bo'lsa, baraka bo'ladi, arzonchilik bo'ladi deydi. Shunaqa arzonchilik bo'lsin ilohim. Arzonchilik bo'lsin deyapsiz, lekin Gentra narxini ko'tarib tashlayapsiz. Nimaga aka? Gentrani narxini qo'ldan kelgancha tanishtirib turamiz. Bu yoqqa kelingchi, mana shu okam, ertalar siz bilan gaplashdimmi? Keling, bu yoqqa keling, okam Parkentdanlar, qayerdan Angren dedingiz? Angrendan assalomu alaykum. Qalaysiz? Angrendan ko'rib turar ekanlar. Angren qayerdansiz aka?
Angren shu o'zidanmi? Angrenni o'zida. Ha. Ismingiz nima edi? Yusufjon. Yusufjon ekan ertalar gaplashdik ukamiz bilan bozorga kelibdilar. Mashinani mana shu mashinani o'zi bizga 13 ming tushgan. Men oling shu bozorni ko'rib aylaning dedi. Mana endi keldilar hozir. Bozor ko'rdingizmi? Ha. Bor ekan shunaqa mashinalar. Ya'ni mana hozir bizlarni aziz obunachilar ko'rishyapti-da, qanaqa dangallayapti mana bular oluvchilar-da, men sotuvchiman misol. Qanaqa bozor? Bozor yaxshi, hammasi zo'r. Narx-navochi. Narx-navo hammasi normal endi. Просто endi sizda endi yaxshiroq, ko'proq. Viewer ko'p. Sizda ko'proq. Ya mendan ham boshqa odamlar da bor endi baribir. Endi Assortiment ko'proq menda. endi sizni muxlisizman deb keluvdim. Endi olib ketaman deb oldim. Iloyim men Muxlislarga okamga kelishtirib aytdim. berish kerak. Ya qilib beraman dedim. Men aytdim shu mashinani Yetdimi? Siz uchun. Angrenga, men oka Angren, Olmaliq, mana shu tomon juda ham ko'p mashina sotganman. Hali bir marta parod bo'lmadi, iloyim bo'lmasa yaqinda ham Angrenga 23 sotdingmi? Olib berganimiz. Olmaliq Angrenmidi? Angren. Angrenga olib berdim. Hozir ko'rib turgan bo'lsangiz, okey, mana kelishibdi. Bularga ham xudo xolasa hozir qilib beraman. 12800 dedim. Bozor ko'ring dedim. Shunaqa mashina sassiyani bor ekan 12800 ga. 21. To'g'risi, ya'ni dangal erkakligingizga ayting. Yo'q. Yo'q ekanmi? 12800 ga mana bo'lsa oling, okey. Mana aziz obunachilarimizdan mana shu promo efirda, okey, YouTube'da hozir o'zingiz ham ko'ryapsiz, videolar chiqqanda, Abbos avtoga kirganda. Rahmat, bizani kuzatayotganingizga rahmat. Shuning uchun keluvdim-da siz oldingizga, okey. Nima mashina qilib beraman. Bo'ldi, shuni qilib bering, endi olib ketayin endi. Necha pulga qilib bering, mana promo efirda savdo qilamiz. Aka, pul sizniki. Mashina bilaniki. Ha, Mashinani aytdim bularga. Mana dangal ayting. Mana necha pul sotyapmiz azamat 23 dan. 21 dan. Eng arzon sotganimiz Oqqo'rg'onli akamizdagi bo'ldi. 13200 ga baraka qildik, 1006 ming yurgandan. Tayyor holat. Ketma-ket 13300, 13200 ga baraka qildik. Ular ham akam YouTube'dan ko'rardilar. Hozir sizga 12800 qilib bersam, ular xafa bo'lishlari mumkin. Uni gazi bor edi, endi to'g'ri. Navoroti bor edi. Bunda ham navoroti bor. Mana artib qo'ydim. Mana bu holatni ko'ryapsizmi? Buni. Qani bitta Hozir buni ham o'tamiz artsa, bu mashinamizni. yartilaydi mashina. Mana 2021-yil 59000 ming yurgan. 9000 ming yurgan mashinamiz, okey? Navrotimizda glansiy stoyka, 4 ta yumshoq ballon, Bitta amerikanka, ko'rsating shu navorotini, shu mejga pult, Katio Bratway. to'g'risini aytsam Ballonlar 12 ming bo'ladimi deb ketdilar. 12 mingga men o'zim ham olmaganman bu mashinani. Anatomiya rul, primer bar qo'yilgan, Katio Bratway'imiz bor ekan, mejga pult. Shu berasiz. Olib ketaman aka. Yo'q, olib keting 12800 mana. Priyoga tushib qo'ydim aka. Kerak qilingan mashinamiz. Yo'q, bizada, okey, yo'q. Tushib qo'ydim. Bizada oldi qochdi gap yo'q, real gapda. Mana hozir bizani ko'rib turgan aziz obunachilar ham hozir ko'rib barakasini qilish kerak. Okey, buni faqat haydash kerak. Ko'ryapsizmi, bitta joyi menda tiniq holatda turibdi. To'g'ri gapingiz. Endi mana Kraskasi toza. Ko'tarmoqda aka. O'shanga. Ne ish bu? Dangalleting, okey, mana bunaqa deng. Okey, Martga yuridan mart bo'lamanmi? 12300 bo'ladimi? Yo'q, 12300 ga. Bo'ladimi? Yo'q, 12300 ga. Sanab ketaman. Yo'q, naqd bersa bitta narsa aytaymi? Ha. O'zim ham shu pulga, unaqa pulga olmagan. 12300 bo'ladi. Ya, okey, unaqa katta zarar bo'lib ketadi bizga. Yo'q aka, to'g'ri kelsa bering. Men sizni kuzatib keldim aka. 20 ni qilib berish mumkin. Ya, 20 ni qilib berish Yo'q, mumkin. 20 emas. Men sizga yo'quvdi Ya, emas. ya, okey, yuragiga yoqqan bo'lsa, qarang, jiz qilib bosish kerak. Yo'q. Haydashga olsin. 12300 bo'lsa bering, men sizni. Ya, 12300 ga o'zim olmaganman. Mana, okey, hozir bizani bozorchilar bo'lsa, mashina pulishni ham bilishadi bu narsa. 12400 bo'ladimi? Bo'ladimi? Gap aytaymi? Ha. Balki mart bo'laman, 12700 bo'lsa baraka, okey. Yo'q, 12400. Ya, 12, yo'q, okey. Yo'q, 12700 ga baraka, okey. Aka, unaqa qilmang, Ya, yaxshi ya, qildim lekin. zo'r narx qildim mana. 12700 ga baraka. Yo'q, aka, to'g'ri kelmadi. Ko'ringmi olsam yana bozor. Aka, Ko'rib men sizni chiqasiz. kuzatib keluvdim lekin. Yo'q, men ishlasam ham. Noyabrlarda Yo'q. shunaqa narxlardan sotdingiz, по-моему. Adashmasam. Unaqa narx sotmadinglar lekin. Oktyabrmi, по-моему. Ya, okey, lekin unaqa narx sotmadi, videolar ham Endi qo'yib. sizlar ham tirikchilik to'g'ri To'g'ri, tushunaman. endi men to'g'risini aytaymi, siz aytgan narxingizga menga o'zim olganman bu narsa. O'sha 12400 ga olib turib, okey, navorot qilganman mana shuni. Menga ko'tarmaydi. Aka, to'g'ri kelsa bering. 700 ga hozir sizga 700 beraman-ku. O'shanda ham okey, menda hozir 100 so'm, 200 so'm zarar To'g'ri bo'ldi. kelsa mayli aka. Yo'q, To'g'ri kelsa. men dangal savdochi qildingda hozir mana. Aka, men ham maydalashib o'tirmadim. Yo'q, 700 bo'lsa oling, yana tushib berdim. Maydalashmadim. 12700 ga 2021-yil zo'r narx mana tayinroqqa Bollywood rol bar hamma narsasi bor edi. Shoshilib qolasizlar faqat bugun.
Akamlarga 700 qilib beryapman, bozorda mana topa olmadim deyaptilar. Endi haydashga olgan ekanlar. Endi pullari, sharoitlari endi cho'chingizni bilmaymanmi? Pulingiz yetmayotgan sharoitni ko'ring. 12700 ga aka mart bo'laman. O'shanda ham zarar bo'lyapti mashina. Aka, men xuddi shu ko'rganingiz uchun qilyapman. Yo'q, yaxshi narx qildim aka. Bunday bitta ko'ring, aka, biz arzonroq boshlaymiz. 59 ming yurgan, kraskasi Shoshilanamiz, bir kunda shu mashinamizni 12700 qildim. Kim ulgurib qolsin, bevoraman. Kraskalar toza. Faqat bugun. Shu bir kunda, bugunchasini aytchi. 29. 29-chi birinchigacha qo'yaylik. Ya birinchi emas, Endi ertaga yakshanba. ertaga videomiz chiqadimi? Videomiz ertaga chiqadi. Ertaga yakshanba, faqat bugun. Bo'ldi, dushanba kungacha qo'yamiz. Bo'ldi. Keling, bezlukdan boshlaymiz. Azamat 2023-yil 32 ming yurgan azominachilar. Realni aytaman, shu mashinamizni 12400 ga olganman. Keramika, Payrobka, Malibu Roll, bar, old orqa chiroq qo'ydirib qo'yganman. Mana mashina bitta holatini ko'rsatdi, azamat. Yonib turibdi mashina. Kraskalari toza. 12700 ga menimcha o'zimiz ham hozir u puliga ola olmaymiz ko'chadan. To'g'rimi, azamat? Yo'q, aka. 20 lar narx shunaqa qo'yapti hozir. Nimaga bunaqa narxga berayotgan sababi bizda mashina ko'p, Viber ko'p, ha? Bo'ldi, biz bu yoqni olib turaveramiz. Aka, Viber ko'p. unda bitta to'xtatib turamiz. Yo'q, Kelgan joydan ulaveramiz. to'xtatma. Qorong'i tushadi. Bo'ldi, qorong'i tushsa. 32 ming yurgan mashinamiz 2023-yil. Bezluk, akalar yana nima deydi, luki bor ekan deb o'ylayman. Mana opamizlar orada reklama qilib ketyaptilar. Menyuda nimalar bor, opa? Mana akalar mashinamiz olib kelganinglarda to'g'ri mana shu ayollar ovrasizlar. Pulni begona qilmanglar. Dono opam kasbimiz bo'ladi. Xo'p. Akkumulyatorlar yangi qo'yib qo'ydi, 4-chi pakalangda gazlargacha bor. Tayyor holatda, azamat. Doполнительно qo'yilgan. Endi hozir mana ham besprovodniy shu sotilyapti. 18,5 mingga ko'rdim men bozorda. Yo'q. Besprovodniy. Bezlikmi? Uni bilmadik lekin aka. 15,5 ming sotiladi. Nari beri bo'lsa bordir, qop Amerikanka. 4 ta balon. Usti har doimli polirovkada. Yana rezinkalarga e'tibor bermaymiz. Buni tiqib qo'ysa bo'ladi. Chiqib ketibdi. Hop, salon holatlari ideal akalar. 909 ming jigar. Holatlari ideal. 4 ta balon, optra, metal. Hozir salon главный gentle kerak bo'layotgan narsa bu metal bo'lib qoldi. Bo'ldi. 4-chi pakalangda gazlargacha bor, bezluk ishqozlariga olib ukamlarimizga bu mashinamizni hech qo'yamiz, azamat. 4 ta bozor o'tib tushib, arzon qo'yib yuboraylik. 13 ming mana. Kami bor. 13 mingdan shoshilamiz. 2024 kuz 23 ga 24 bari texpasport gapiradi. 23 tayyor holatda gazlargacha 13 mingdan kami bor. Kraskalar top-toza akalar. Kraska proyektiga javob beradilar bo'lsa ham. Xo'p, 2020-yil 90 ming yurgan mashinamiz. chiqib qolsa bemalol. Syomkada hammasini Bu yo'llardan ko'rsatasiz bu mashinamiz hozir. Kraska probekchisi, qarang, kraska probekchisi. Bu murabbos qardam etadi, bilasizmi? Murabbos ekan. Murabbos nima deydi kraska probekchisi nima qilamiz deydi? Biz davom etamiz. Yo'q, siz olmayapti. Kraska probekchisi rasxodingizgacha pul to'laydi, mashinani qaytarib beradi. Shunaqa. Nega pulingizni qaytarib beradi? Shunaqa Sразу joyida. Shunaqa baraka qilamiz. Qarang, oldingiz oradan 3-4 kun o'tib kraska chiqdi desiz hisob emas. Hozir tekshirib oling, hozir yonimizda. Negaki olib ketgandan keyin uyida buyida siz bilan tamomaymiz. Hozir nima bo'lsa ham yonimizda tekshirib olinglar. Negaki olib ketib 3-4 kunda kimdir urib olishi mumkin, boshqa qilishi mumkin, u biz aybdor emasmiz unga. Nimalar bor? Mana shu tekshirib olsanglar bo'ldi. Ha, tekshirib beradiganlar kosmetikasi bor, boya Abbos aytdi sizga, to'g'rimi? Endi buni hozir sodasini pishib olgan. Hozir bu igrabimiz hozir yana qaytadan baraka bo'lish arafasida. Xo'p. Okamda shu toza baraka qilamiz. Shu gaplari, okamlar gaplari hozir biza o'sha kraska chiqib qolsa, Abbosga legenda gaplari beramiz. Mashinani qaytarib olamiz yo pulidan, kelishamiz pulidan olib beramiz. Hop, 2020-yil kapot kiriluvdi, petnosi bor. Gaz. Mashina tayyor holatda. Gazlarigacha bor.
ikki ming yigirmanchi yil mashinamiz. Holatlanib ko'rsatib Amerikanka berasiz. 4 ta archa balon. Glassiy stoykada qo'yilgan. Salonda Malibu rul original turibdi. Premier bar, chexol, Aka, Evacorpolik, aka, Nejigas. ana kriloni kasb etkasini yetuvdimi ko'rdingizmi? Holatlar ideal. 4 ta balon, optra, gaz. Bu mashinamizning narxini nechga qo'yamiz? 2020-yil mashinamizning narxini. Xo'p. Yo, yetavering, baraka qilaveramiz. Bu mashinamizning narxini 12200 qo'yamiz arzonlachilar. Bizda joy aka 12700 ga baraka akam gaplari bo'yicha tozaga baraka qilamiz. Kraska chiqsa aka. Kraska chiqsa ko'rdingizmi gapimiz aka mana poq bo'ldi bu yoqqa hamma yoq poq bo'yotibdi o'zi. Endi aka bunaqa narsa. Tozaga baraka Video qilamiz. uyalarga xizmat bo'lgan joyi yo'q. Ha. Bitta narx qilaman, bersangiz bering, bermasangiz. Aka men shu 12700 ga zarar qilmayman mashina. Bitta gapiraman. Yo'q, gapirmasangiz ham o't bera olmayman yo'q. Olmasangiz ham mayli. Sizni kuzatib kelaman-da doim. Men yo'q, aka kuzatgani shu men aka Olmaliqda Angerenni aka ukalarimiz ko'p mashina olishgan. Atqamagan bolalar, men ko'p qadrdonlarim borda. Biroz aytgan shu Olmaliq degani shu. Angeren degani shu, Angeren deysizmi? Angeren degani shu, sirasi pulni o'tdim, aka. Agar bu mashinani hozir mana 13 ming deganmiz paytda, aka, internetga qo'yganmiz. O'sha 2-3 ta mashina bozor o'tgan. 12700 ga olsangiz ham, aka, men daftarimni ochib ko'rsataman sizga. Ha, zararli bo'lyapti. Men o'shaning uchun, aka, ob'yomi hisobiga men sizni hurmat qilib o'tib yubordim. Aka, men ham normal narx qildim. Aka, baraka topasiz. Lekin aka bunaqa navratli mashina. Yuraman. Nimadir yoqasiz, nimadir yoqmaydi. Abbos aka, Lapi. mashinamiz, Abbos aka, mashinamiz baraka bo'ldimi? Xudo xolasa hozir akam baraka qilamiz. Keling, bu yoqqa endi Olmaliqqamidi? Angeren boydan Olmaliq qilyaptimi? Angeren Olmaliq bitta joyda akamga mana shu xudo xolasa 12700 ga 2021-yil aka tozaga baraka qilamiz. Bizani ko'rib turgan azobunachilarga nima deysiz? Aka musofirdek. Hammasiga tavsiya beraman, yaxshi, ishonchli olishlaringni so'rayman hammasini. Xudo xolasa yana o'rtoqlarim keladi, qolib ketadi aka. Allohim. Bizani qayerdan ko'rib turasiz aka? Instagramda? Ya, Rossiyadan dizayot. Instagramda. Sibirda ishlab yurardim, kuzatib borardim doim. Olamiz, sotamiz kanaliga a'zo bo'lmagan a'zolar, a'zo bo'ling. Ishonchli, ham mashinalar yaxshi, juda ham zo'r. Bo'l. Hozir akam mana 12700 ga baraka qilamiz, tozaga baraka qilamiz. Aka, navoda kraska privetsi mashinani olmaysiz. Navoda chiqib qolsa pulini olib beramiz. Bo'ladimi? Tozaga baraka qilamiz mana. Bo'l, barakasini bersin, 12700 ga baraka qilamiz. Aka, ham baraka topinglar, mashinasiz baraka toping. Ilohim aytganingizdek akam zakalat beraverasiz. 2021-yil 59 ming yurgan boyga mashinamiz baraka bo'ldi. Shu akamga bizada joy zakalat shunday berib qo'yasiz, bo'l. Xo'p. Mana ikkinchi navbatdagi 2022-yil mashinamiz u ketdi. Angerenga baraka bo'ldi. Ikkinchi marta Angerenga yaxshiligiga haydasizsan. Xo'p, 2022-yil 79 ming yurgan mashinamiz. Amerikan Coptra bu mashinamizda ham bor. Adashmasam bu mashinani Abbosga o'zi qayda yuruvdingiz? Shunaqa, ha, Ya'ni sizlarning tilingizda bu dejurka bo'lardi, nima bo'lardi? Ha, sizlarning tilingizni bilmadim. Ya bizda 770 o'zi men yaxshi ko'rgan nomerim, 7likni yaxshi ko'raman. O'shaning uchun telefon raqamim boshi 770. Mashinanimniki ham o'sha 770. Bunda ikkita 3 ta bor. To'yingizdan 1970. Mana bo'ladi. Yo'q, 87 gazimiz bor. Ana ma'lumot akalar. Holatlarida doполнительно qo'yilgan, akkumulyatorlar yangi. Toza mashinamizda. Kraskasi toza ekan akalar, 79 ming yurgan. Metan gazlari bor. Glassiy stoykalar. Legenda rul, bar, chexol. Video registrator, pult, evacorpolik. Kuzovlar holati ideal. Orqa optra. Metan 4-paketli gazlarigacha. Mashinamiz kraskalari toza. Lekin haydovchilarga gap yo'q, o'zim haydab yurgan mashinam edi. Bu chek ikkamiz baraka bo'ldi. aka narxi nima? Obunachilar topib oladimi? Hayot uzr. Bu mashinamizning narxini 222 ni bitta narx qo'yaylik. Bo'ldi, ikkinchi narx. Mana 22. Buni ham ko'rsatib bitta narx aytamiz. 2022 77 ming yurgan. Navro'da Amerikanka 4 ta balon.
Kuzov holatlari ideal, qirilgan, chizilgan joylari yo'q, orqalari optra. Hop, zapaskalar tushmagan ekan, okalar. Miatinalari yo'q mashinamizdan, kuzovda qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Hop. Malibu rul bar, polik, chexol, pult, monitor, glasli stoykalar. Tayyor. Aytganlik balonlar ideal holatda, yangi qishdan chiqsanglar bo'ladi okalar. Motor atseklari ham bo'limenni. 77 ming yurgan mashinaga bu yaxshi okalar. Doполнительный alohida ventilyatorlar qilingan mashinamizda. Hop, ikkita 22 mizni narxini 14300 qo'yamiz, kami bor. 14300 dan kami bor. Hop, endi bu orqangizda kraskasi bor, buni alohida aytamiz. Hop, JK2 ni sotilib etdi, 11250 ketdi bu mashinamiz. Ha, 2022-yil. Nomeri zo'raya, nomeri. Ha. Hop, 2022-yil mashinamizda 4 ta turetskiy balon lassi turgan ekan. 86 ming yurgan. Hamma narsasi original, asosan. Glasli stoyka, optra. Bagaj ochildim. Bagajlar ochilmagan. Bo'ldi. Zapaskalar endi bunda bir marta bo'lsa ham tushgan. Hollar qolmagan. Kuzovda qirilgan pautinalari yo'q, glasli stoykalar. Chexollar qilib qo'yishgan ekan, koja tarpetkalar, anatomiya rul, barimizda bor ekan original, pult, evakur polik, salon holatlari ideal ekan okalar. Bular narxini okam aytadilar, keling aka, men hozir buni tanishtirdim-da. Siz bo'lmasiz, narxini nechta qilib qo'yamiz? Assalomu Yana menga alaykum. oltirasizmi? Endi sekin o'rganing, aka. Olib chiqamiz, okamizni olib chiqamiz endi. Nima deyapsizlar mana? Narxni o'zingizlar qo'ydinglarmi? Qo'lni navr tanishtirdi. Navrtlayev chiqdi. Mashina holatlari ideal, kraskalar qatida bor. Kraska kapot bilan orqa kriloda. Kapot va orqa kriloda bor. Sodasi bo'lagan aytaymi yo? Xohlasangiz bo'ladigan qilib ayting. Yo'q, sodasini qilib baribir, tepasi sodasini qilamiz. O'shaning uchun sodasini sal qilagan qilib ayting narxini. 13200 dan olib beraman. 13200 dan o't berasizlar. Azonachilar 2022 86 ming yurgan. Tayyor holat. Tayyor holatda. Nomerini bonusga qo'shib berasizmi aka? 13 ham bersin, nomer bilan ketdi. 13,5 nomer bilan ketdi. Ana aka, Kelsalar turibdi mashinamiz ham. Hop, yu qatordan keyin oxiri aytamiz. Oxirida o'tamiz. Hop, 2023-yil 30 ming yurgan mashinamiz. 60 ming yurgan. 2023. Bu zavod atsek deyiladi. Tanglari bilan turibdi. Tayyor holat. Ideal, okalar, ideal. Shumkalari bor ekan bu mashinamizda. Shumka bor, glasli stoyka bor. Xo'p. Malibu bar, monitor. Azamat endi orqasida narsalar bor ekan. Bu monitor. Bagaj yo'q. Nimadirlar bor xullas okalar. Tayyor holatda shu. Tayyor holatda. Tayyor bu ham. Bu mashinamizni narxini 14200 qo'yaylik, kami bor. Endi hozir buni 5 probeglarini 18 ming, 17,5 ming sotishyapti. Tayyor holatda kelsanglar tepasi sodalarni qilib beramiz. 2021-yil 119 ming yurgan mashinamizni Amerikanka. 4 ta balon. Bundan atseklar ideallagan 4-paketli gaz. Stage qo'yilgan ekan. Atseklari ideal okalar. Evakur polik, kardinal chexol, pult, registrator, orqa optra, gaz. tayyor. Bu ham mashinangiz tayyor ekan bo'lsa-ki. 80 talik gazimiz. Hop, 14200 ga bu mashinamiz narxini 109 ming yurgan 21. Hozir qarang, qorasini 12700 ga sotdingiz, 59 ming yurgandi. Endi buni nechta sotasiz? nechta qo'yamiz? Tabii endi undan arzon yurish kerak. U mashinamizni nimaga arzon qilib bergan sababi, o'sha bir oydan oshdi mazamat. Bir oydan oshdi, o'shaning uchun
tez undan foyda qilmasam, bundan foyda qilaman. Mana shunaqa qaynatib tashlaymiz. Endi ob'yom ko'p, mashina ko'p. Shunaqa ishlamasangiz bo'lmaydi bozorda. Endi bizning ish riskavandi, risk qilingan ish. Allohga tavakkul qilib, go'da foyda, go'da zarar, go'da o'zini puliga har xil mana shunaqa savdo ketaveradi. Zato qo'lingizga pul ushyapsiz, bu mashina bo'lmasa, bu mashinadan foyda qilasiz. Endi Barakasini bersin. iloyim, endi tijorat ishida shunaqa bo'ladi, go'da bundoq. Bu mashinamizdan 12500 qo'yildik. Kami bor. Kami bor. 12 dan kami bor aka. Ha, undan kami bor. 2022-yil 40 ming yurgan mashinamiz endi hozir farq qo'yilyapti bunga. Bu mashinamiz ham 14200 qo'yamiz, kami bor. 14200 kami bor bu mashinamizda. Mana shu mashinamizni ham azamat bitta ko'rsatamizda azominachilar bu mashinamizni ham chiroyli narxlarda qilib beramiz. 2023-yil 37 ming yurgan, kraskalari toza, polni shumka rol bar, hamma narsasi bor. Kuzovda qirilgan chizilgan joylari yo'q akalar. 4 ta baloni bor ekan navrotda. Orqa optira. Xo'p, shumkalar qilingan ekan bu mashinamizda ham. Bagajni ko'rsanglar bo'ladi, miyatina bo'lgan joylari yo'q. Plastik stoykalar, tonirovka, rul, bar, chexol, polik. Shumkalarigacha tayyor. Bitta azamat degan ukam shumkalar qilgan, baraka topsin ukajonim. Xo'p, bu mashinamizni hech qo'yamiz azamat shu Aka, shunda kelib o'ragan joy qilib 15 mingga olishsin mana aka. keling sazasi o'lmasin, shu ukamiz sazasi o'lmasin. Baraka. 15 ming 2023 37 ming yurgan hamma 15 mingga narsasi bilan. beraman shu mashinamizni tayyor holatda 23 menimcha hozir bunaqa puliga naboroti bu narsa qiyroq bo'lsa kerak. Xo'p, Yana 2021-yil gaz ham qo'yib beradi egasi ichida. 2021-yil. Xo'p, Amerikanka. 4 ta yumshoq balon. Polni navorot. Stoyka. Start stop. Bar. Chexol, rul, registrator, evakor polik 7 da komplektda charmqo'l balon. Olganga 20 litr suv qo'shib beramiz. Zapaskalar, shumkalarni ko'ryapsizmi? Idealdan tushmagan zapaskalari. Ya'ni. Endi kimga qanaqa? Atsiklarni ko'rsanglar bo'ladi. Mejga pultlari bor ekan 909. Tayyor holatda. Original Amerikanka. Bu mashinamizning narxini nechga qo'yamiz? Bu mashinamizning narxini nechga qo'yamiz azamat? 13500 qo'ysak nima deysiz ukam? 13300 aka. Ya 13300 ana qo'yib ketadi. Mayli, kelsa 13400 qo'yaylik, o'rtasini olib. Bo'ldi. Baraka bunga ham aka. Barakali ukalarimizga baraka mashina. Xo'p, mo'zalarimizni olib keturamiz unda. Bu ratni tugatamiz, keyin nariga ratga o'tib ketamiz. O'rtalarchi o'rtalar. Bitta mana 22 ni ko'rsatdik, to'g'rimi? Xo'p, men 774 ko'rsataman. Keling, mana shundan ko'rsatamiz unda. 2021-yil 100 ming yurgan. Ko'pgina olib kelgan. SPdan polni shumka bo'lgan ekan. Bu mashinamizni. Orqa o'ptiri, ko'zda qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Tayyor holatda. 4 ta archa balon. Bakoyni qanday azamat? Bakoyni bitta ko'rsatasiz. Ko'rsangiz bakoylarini. Hop, mejigar pul. Shumkalarni ko'ryapsizmi? Rostakasi shumka qilingan. Kapot bron. Mordasida broni plyonkalari bor ekan. Amerikanka original. Gerblar bo'y. Gerplar bo'ylab qo'yilgan ekan bu mashinamizda. Bu endi yomg'irdan zashta qilinganmidi. Shunaqalargacha qilingan tayyor holatda. Orqa bagajlarni ko'rsatdingizmi? Aka. Rul. Bagaj ko'rsatdingizmi? Postu bagajini. Holatlari ideal akalar. Hozir meni o'ragan joyi mashinamiz. Bu mashinamizni 13300 qo'yamiz. Kami bor. Yurgan masofasi 104 ming. 104 ming. Polni navorot qilingan mashinamiz, faralargina. 2021-yil.
2021 yil mashinamiz. Baraka bo'ldi. Hozir 200 dollar shu mashinaga zakrab berishdi, o'tirishdi. Tozaga baraka qildi. To'rtta ballon. Ya bo'ldi. Orqa Gaplashavering. 12200 berishdi hozir. Zapaskalar tushmagan. 300 dollar senga 6-70 beraman deyishyaptimi? Shunaqa. Ha, 300 dollarni 6-70. Bamperda sensorlar qo'yilgan ekan. Bo'ladi, bo'ladi. Hozir, hozir. Bo'ladi, hozir gaplashamiz. Ha? Barakami? Mana 12200 bo'ldi. Barakasi bersin iloyim. Yo, bo'ldi, tursin. Sizni eslab o'tirdi, akamdan shu olaman. Men oka Angrenni desa, uzr endi. Angrenni ko'p meni mehmon qilishgan, oshxo'rlik qilib, yaxshi qadrlarim bor. Mana ko'rib turgan, oka. Asamat. Ismingiz Yunusbek. Yunusbek. Yunusbek akam mashinani oldida endi mendan kichkina bo'lsa-da kerak ukamiz deymiz. Ukamiz oldida. Iloyim xayrli bo'lsin. Necha pulga oldingiz? 12700 ga. Yetilgan puliga. Bizda fake emas. Akam mana hozir pulni ham zakratdan berdilar akamlarga. Aka bizani ko'rib turgan musofirdik, qadrdonlarimiz, Angrenni olmadik, aka ukalarimiz joninglar sog' bo'lsin. Aka biza hayotda ham o'sha telefonni ko'rsangiz ham birdaymiz. Ha, to'g'ri gap. Kraska provegiga aka javob berib kelgan avvalambor o'zimizga javob beramiz. Misolda endi u ertalab bormiz yo'qmizni bilmaymiz. O'zimiz gapirimizga javob beramiz. To'g'ri aka gap. Mashinaga ham javob beramiz. Aka endi ani sizga tomchi demayman-ku. Ha. Lekin kraska provegiga javob berib sotamiz. Ilohim yaxshiligiga haydang. Alloh ziyoda qilsin. Aka bundan ham zorini olib haydab yuring. Doim yaxshi kunlaringiz xizmat qilsin. Rozimisiz? Roziman aka. Alloh rozi bo'lsin aka. Yaxshiligiga haydang. Bizdan ko'rib turgan musofirda ukalarimizga chiroyli gaplaringiz, tilaklaringiz bo'lsa aka. Kelinglar, olinglar, ishonchli odam ekan. Men oldim. Mashinasi yo'qdi, hammasi zo'r. Ishonchli Abbos aka. Joningiz sog' Rahmat, bo'lsin. joningiz sog' bo'lsin. Hozir men avzor tugatib olaylik. Xo'p, 2021-yil 88 ming yurgan mashinamiz. Mashinamiz ahvoli mana. Motorlari ideal holatda turibdi akalar. Yaponiylar qo'yilgan. Xo'p, bu mashinamizni narxini keseli chiroyli narxida 12 ming qo'yamiz. 12 mingdan kami bor. Yani işte to'xtang. 12500 dan kami bor. Uzr, men hozir buni 20 ga yanishtirdim. 21 bu. 12500 dan kami bor. 2021 ishlab chiqarilgan Kuzup 2022 bo'lgan 88 ming yurgan Bu safar 21larimiz ko'p, oq qorasidan. Ikkinchi qoramizni ko'rsatamiz. Xo'p, bu mashinamizda 4 ta ballon ideal holatda. Orqalariga o'ptirib qo'yilgan. Siz o'sha Gulistonli mashina bu. O'sha tumanlarda, changlarda borib olib kelgan mashina shumi bo'lsa aka? Ha. Okamlarni endi hozir Shuhrat aka edi, Shuhrat aka. Shuhrat aka hozir ko'rib turgan bo'lsangiz, menda mashinangiz aka. Mana bu barimiz, rol, jigar, video registrator. Duolardan biriga monitor. Yo'q, polik. Ashkala koja qilingan 4 ta ballon aytganimdek. All amerikankalar original. 4-pakalini gaz, ABS. Tayyor holatda. Mashinamiz holatlari ideal akalar. Labbi. Tayinroq ruxsati o'tib bo'lgan, o'zim yopishtirib qo'yganman, aka. Ha. Siltashavering. Bu bir xil mashinalarni tayinroqdan o'zimiz chiroyli uchun yopishtirib qo'yamiz. Bir xillarida o'zi bo'ladi, bir xillarida ruxsatini olamiz. Endi hozir ruxsatni olaman sizdan 300 dollar. Bu mashinamizda hamma narsasi bor. Tayyor. Shumkalargacha, gazlargacha bor. 95 ming yurgan mashinamiz. Azamat. Bitta narx aytaylik. Mana shu shuni olib borgan joyga boraylik, ukam. Bitta narx ayting. Qani? Xo'p. 13400 aka. Kami bor. Kami bor. Tepa sodasini qilamiz. Shunaqa. Baraka ukam. Baraka. Yana baraka. Barakali ukalarimizga bu mashinamizdan keseli baraka qilib olamiz. Xo'p. Endi bu yo'ldan tugatdik, o'rtadan tugatdik. Bitta mana shu 23 olamiz. Keyin bu yoqqa qarab ketamiz. Voy ukam, mana bu yoqqa. Bular meni ukalarim, Qashqadaryoda nomerading bular. Nima edi kanalning oti? Avtokredit qarshi. Kredit qarshi. Qashqadaryolik ukalarim meni. Zo'r mashinalar sotadi, gap yo'q.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tashlaysiz. Tinchmisan? O'zim, tinch. Moshinani Xorazmdan sotadi, gap yo'q. Omading bersin uka. Qanaqasan? Zo'r aka. Bizani Qashqadaryoda olib kelganlarimizga ko'rishib olasan. Sani ham muxlislaring bordi. Hamma assalomu alaykum. Aka mashinalar yaxshi lekin Toshkent bo'yicha tana mashina chiqishi lekin. Ko'rib malol tekshirib olasan. Qalaysan aka? Zo'r aka, Siz bo'lmasa ishlaring omad soding bersin. Mashinalarni zo'rini kelib ko'raverasizlar. Instagramda ham, YouTube'da chiqmaysan-a? Yo'q, Instagram. Instagramda ham ukam kelib chiqadi. Gap yo'q mashinalar Mozo deysizlar. Malibu, любой mashina bor, to'g'rimi? Shunday aka. Zo'r mashinalarni sotadi. Iloyim omading bersin. Salonni ichiga kirish bo'yicha nomerdan chiqishi lekin. Kim chiqadi reklamada Instagram. Gap yo'q. Gap yo'q uka. Soding bersin. Xo'p, rahmat. 2023-yil 50 ming yurgan mashinamiz. 2023 50 ming yurgan mashinamiz. Hop. Shumkalar bor ekan mashinamizda. 4-paketli gaz. Bo'lgan holatda hali SPdan shumka bo'lgan ekan bu mashinadan paketlar. Abbos aka bu yerda bu mashina menga yomon tanish. Adashmasam 1 yil oldin o'zimiz shu mashinani tayyorlab, chiroyli qilib yana o'zimizga qaytib keldi. Mana Xitoy farani gapirib ketamiz hozir joyi kelganda. Mana Xitoy farasini ustini ko'ryapsizlar, mana ichi turtki turibdi, usti holati. Nimaga desangiz, chiroqni hisobiga, to'g'rimi Azamat, to'g'ri gapiryapmanmi? Nima deysiz, Azamat o'zi elektrik ukam, chirog'i yaks hisobiga usti sarg'ayib qolgan, lekin ichi but-butun turibdi. O'shaning uchun baribir original ko'pchilikni baribir bu arzonroq deb Xitoykini qo'yishadi. Xo'p, orqalarini bitta ko'rasiz. Bu mashinamizda o'sha biza qo'ygan rolimizni, barimizni, pultimizni, videoga sarfib chexol, polik. Mana aka, mashinamizga 1 yil bo'lgan bo'lsa, mana biza sotganda adashmasam bu mashinamizga где-то 10 ming yurgan mashina edi. Shunaqa. 1 yil ichida akamiz 40 ming yurgan. Men aytmoqchi o'tgan nima demoqchiman? Masalan, bar rul o'sha vaqtda qo'yilgan. Mana holati svejiy turibdi hali ham. Ideal bo'lib turibdi. Yo biza buni krasepib yo tayyorlamagan yo boshqa bo'lgan ko'jalargacha o'ziniki turibdi. 50 ming yurgan. Bu biz sotganimizni kamroq edi. 10 ming yurgan. 10 ming yurgan, 30 ming, 40 ming yurtga o'tdi. O'sha 1 yil ichida shuncha xizmat, aka. Ha, o'sha aytolmadim. Xitoy bo'ladimi, Toshkent bo'ladimi xizmat, aka. Gentralar baribir zo'r mashina deb o'ylayman. Gazini ham ko'rsatib qo'yasiz. Gazlargacha qilib o'sha vaqtda. Bu ham bizaniki. 2023-yil 34 ming yurgan mashina mana shu Kriloda kraska bor. Endi nima deysiz, bitta petno tushirolmaydi. Silikon sep borgan mashinamizga. Polniy navrot qilingan, endi hozir kalt naryoqda edi. 2023-yil 34 ming yurgan mashinamiz. Oldin Amerikanki orqoptiri, gerb laboy, shumka, 4 ta archa, yaxshi balon, Malibu roll, bar, chexol, taynirovka, glas stoka, subwoofer, ustuniyetir, nima jentraga navrot kerak bo'lsa, Azamat hammasi bor bu mashinamizda. Ikkalovini narxini kelishtirib aytamiz. Bunda endi petnoni hisobiga 14500 dan kami bor, shuncha navrotdagi bu mashinamizni kerak-kerak bitta qo'yib yuboraylik. Xo'p, Xohlaganicha tanlab olasiz. 14500 dan kilo bor baraka. Bo'ladimi? Qo'llardan baraka. Xohlaganingizda oling, aka. Kami bor. Mo'zalarga ketdi, mana mo'zalarimizni ham chiroyli narxlarda qilib beramiz. Уже mana bir oydan oshdi bular ham. Hop, 2023-yil 27 ming yurgan mo'zamiz 1,5 atmosferli. Ichi salonni o'zini ko'rsatib ketamizmi? Kapotini endi hamma ko'rgan. Kapotni hamma ko'rib bo'lgan. Salonni o'zini aytib turasiz. 4 ta balon. Banka. Bir uch spoiler. Kolasi qo'yilgan, garmdorlari bor bu mo'zamizda, miyatina. Kuzub hammasi ideal holatda okalar. Kosmetikali joylari ham yo'q bu mo'zamizni. Bu 1,5 atmosfer bo'ladi, bu 1.3 turbina bo'ladi. Turbina emas. Turbinasini endi siz obzorini qiling, aka. Hop, 1.3 turbinamiz 30 ming yurgan. Tayyor holatda ichlarni bitta ko'rsatasiz, 26 ming deganim. 26700 yurgan. Tayyor holatda tablodan bitta ko'rsatasiz. O'chiq qoldi, yugurmadan necha. Diskalarigacha tayyor holatda mashinamiz. Holatlari ideal. Ideal mashina. Lekin mo'zaga chiroyli turar ekan bu rang. Ha, endi mana shu yerda Miatina chiqqan, endi kosmetiki
to'ldirilgan joyi bor, endi baribir Kosmetik kirmaydi. emas, menimcha miyatini chiqaradi. Azominachilik kosmetik kraska kirmaydi. O'shaning uchun mashinamizga toza deb sotamiz. 21 dan kosmetik joyi bor edi. Bemalol o'zingizlar ustinglar bo'lsa, baribir bozorga tushyapsizlar, ustinglar bilan kelinglar. Tekshirib olsanglar, mana hozir ko'rib beramiz, jamoasi ham chiqqan. U ham ko'rib beraveradi. Misol, baribir tekshirib olsanglar o'zingizga yaxshi deb o'ylayman. Bu mashinamizni narxini qarang. Narigi mashinamizni 17.200 dan kami bor, bu mashinamizni 18.200 dan kami bor. Xo'p, 2023-yil 47 mingga 50 ming yurgan. Bu Instagram odam sotamiz kanaliga ham qo'yib yuborgan mashinalarimiz. Gazligi propan. Ha, kimgadir propan, kimgadir metan. Xohlaganingiz Qora lekin derski bo'lib turadi-da, shunisi bor. va qoraga yetagani bo'lmasa kerak. Holatlari. Stage qo'yilgan. Va keloni ochib qo'yaveraman, azamat ko'rsatib olaverasiz. Bu propanli. Yurgan masofasi 48 ming. Propanni yaxshi qo'yilgan ekan akalar. Xo'p, keyingisi metalli. Xo'p, bu metalligimiz 2023 50 ming yurgan mashinamiz. Ikkala kraskalari toza. Endi ko'pchilik biladi, baribir jigarrang salon bu, kam bu. Xo'p, bu mashinamizni holatini ko'rsatib bo'ldingiz. Salondan ko'rsatib olsangiz. Mashinamizni ikkalani ko'rib bo'lgan bo'lsanglar, azamat bitta narx aytaylik, buni ham chiroyli narx aytaylik. Bizning aziz obunachilar shunda kelib, "Voy, aka, narxi zo'r ekan" deysiz. 16,5 mingdan kami bor, aka. 16500 dan kami bor. Xolasa metalli, xolasa propanli. Xohlagan. Ikki xil atrigulimiz bor deydik. Hop, mavzularni tugatdik, oqliga o'tamiz endi. Yo'q, aka. Hozir men 5 minutda olib chiqamiz hozir. To'g'rilaymiz. Hop, Jack 2dan boshlaymiz. 2022-yil 61 ming yurgan. Bo'ldi, buni bitta obzorini qilib ketaveramiz. Ha, bitta tap olaverasiz. Xo'p, 2022 60 ming yurgan metan gazi bor ekan 100 talik. Shumka, optrafari 4 Michelin balon. Holatlari ideal, Pioneer, Malibu rul. Tayyor holatda. 4-paketlini metan. 61 ming yurgan akalar. Bu mashinamizni narxini keseli chiroyli narxlarda qilib beramiz. Nechga qo'yamiz, azamat? Endi buni o'zi ayting-da, aka. 13 mingdan kami bor. 13 mingdan kami bor. Kami bor, shoshilamiz. 2018-yil 18lik ikkitadi. 19 bor, 18. Ichidan olaverasiz endi men hozir okalarimiz qo'llab qolishdi. O'shani bitta obzor qilib o'tib ketaveramiz. Ichi. Hop, qarang, 2018-yil. Aha. 125 ming yurgan. Hop, 2000 olaveramizmi? 18 narxini addini aytib ketaymi mana. Okalar 2018-yil bu Ravon. Ravon mashinamiz eksportga chiqqan, xabaringlar bor. Mana yurgan masofasi 125 ming. Hop, 4-paketli metani bor ekan, glansi stoykalar qo'yilgan. Hozir aka, baraman. Mana shu oxirgi mashinalarimiz. Holatlari ideal. Aka, narxini nechga qo'yamiz buni? Hop, ikkita 18, bitta narx qo'yaylik. Bo'ldi. Hop, buni ham ko'rsatinglar, 19 dan o'tib ketasizmi? 19. Hop, 2019-yil. Kuzov 2020, 130 ming yurgan mashinamiz. 4 ta balon, glansi stoyka, polni shumka bo'lgan ekan mashinamiz. Evakor poli, kichik xol, 903 ming jigar. Glansi stoykalar, orqa optira, kuzovda qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Hop,
Buni narxini aytaylik. Buni 11 mingdan kami bor. Hop, ikkita mana buni ko'rsatamiz, uchalani bitta narx qo'yamiz. 11 mingdan kami bor. 2018-yil 135 ming yurgan. 2018 140 ming yurgan ekan bu mashina. 140 ming yurgan. 3 ta qo'ydi 18 larda. Ha, uchalani 10.500 dan kami bor. 10,5 mingdan kami bor. 10,5 orasida kraskaligi ham bor. Kelsangiz chiroyli narxlarda qilib beramiz. Aziz obunachilar, endi qo'ldan kelgancha hammasini ko'rsatib, tanishtirib ketdik. Endi buni hozir akalarimizga baraka bo'lgan mashinamizni chiqarib berishim kerak. Ilohim yaxshiligiga haydasin. Bizlarni ko'rib turgan aziz obunachilar, hammamizga shunaqa yaxshi kunlarimizga shunaqa mashinalar nasib qilsin, xursandchilikda. O'zbegimizga nima yarashadi, azamat? Xursandchilik yarashadi. Xursandchilik yarashadi, uy-joy, mashaqa, orzu-havas, to'y hasham qilaman, mashina olaman, yurishadi. Joninglar sog' bo'lsin. Musofir yoki ukalarimiz doim aytaman, yuradasizlar, sizlarni yaxshi ko'ramiz, sizlarni hurmat qilamiz. Videolarimiz sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, bitta like bosasizlar. Keyingi videolarimizgacha ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'lasizlar. Azamat aka, xizmat bormi bizga? joyingiz sog' bo'lsin. Ishingizga omad. Barakasini bersin, sotgan mashinangizdan puldan baraka toping. Xo'p. Like bosamiz aziz obunachilar. Ana obunachilar, Abbos aka gapini eshitdinglar. Mashinalar qo'ldan kelgancha obzorini qildik. Просто bu nima deydi? Bir tak 5 ta mashina obzorini qilmagan sababi akamiz Angrenga ketaman deb qoldilar. Shu hisobiga qilolmadik, tezroq bo'laylik. Чтобы bozorlarni ko'ryapsizlar, to'lib bo'lgan. Уже buni mashinamizni o'rtada chiqarish sal qiyinroq bo'ladi. Endi qo'ldan kelgancha chiqarib berishga harakat qilamiz. Har bir ko'rgan mashinalarni savdosini qilamiz, akalar. Kraska probekiga javob beramiz. Kraskalikni kraskasi bor deb aytiladi. Toza. Bemalol kelib, tekshirib, olib ketaverasizlar, akalar. Sizlar bilan olamiz, sotamiz bo'ldi, aka.